Bunda 100 ga mehmonlar kelsa, mana shunaqa mehmonlarga qarayman, shashligingizni kuydirib qo'yasiz. Buni sababi aniq do'stlar, ya'ni xontaxtani olib turib, belingizda ya'ni ko'taraman turib, mana shunaqa grija chiqib qolyapti. Endi bu xontaxtani o'rniga do'stlar zamonaviy, ya'ni xontaxta keldi. Buni zo'r tomoni do'stlar, shashligingiz bemalol pishguncha do'stlar shunday qo'yamizda, mana yerda tili bo'ladi. Shunday holatda bitta otsa tayyor holatda bo'ladi. Eng qizig'i, 6 ta oyoqlarigacha bo'ladi. 6 ta oyog'ini shunday holatda, oddiy holatda bemalol ochasiz. Ochib bo'lganingizdan keyin do'stlar shunday holatda bitta ko'tarasiz. Shunday qo'yasiz. Qo'yilgandan keyin shunday shashligingizga qarasiz bo'laveradi. Eng qizig'i bu yig'ilaveradi, sachilaveradi, taklangandan keyin chamadon bo'ladi, piknikka ham ishlasangiz bo'laveradi. Razmeri eng kichigi 75 ga 120 bo'lsa, 75 ga 150 bor, 90 ga 150, 1 ga 2 metrli bo'ladi. Eng arzon narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, 450 ming so'mdan o'sha yo'g'i ketaveradi. Materiallariga keladigan bo'lsak, faner, tagi, ya'ni sasma, oyog'i teraydan bo'ladi. O'zbekiston bo'lib bu narxlarning ichida do'stlar, shahar markazigacha dastlabki mutlaqo bepul, endi eski xontaxtalar davri o'tib, zamonaviy yig'ma xontaxtalar keldi. Mana shunaqa kichkina 100 bo'lsa do'stlar, bemalol yig'ishtirib olib beraverasiz. Zakaz berish akalarimiz o'minglar pastda turibdi.